Farzand tarbiyasida bugungi kundagi eng muammoli holatlardan biri farzandlarimizning beparvoligi, o'zini chetga olishi, mas'uliyatni his etmasligi va o'yinqaroqligi bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Bugun shu haqda, ya'ni farzandni mas'uliyatli qilish haqida gaplashmoqchimiz. Barcha ota-onalar farzandi tashabbuskor bo'lishini, o'zi mustaqil ish qila olishini va bu qilgan ishlarini ota-onalariga ko'rsatishini xohlashadi. Bunday farzand tarbiyalash uchun mas'uliyat hissini ularni yoshligidanoq shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Va bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak, mas'uliyat hissi erkin fikrli odamlardagina shakllanadi. Agar siz farzandingizda mas'uliyat hissini shakllantira olsangiz, u har qanday holatda, muammoli vaziyatlarda ham o'zi o'sha ishni eplay oladigan, irodasi mustahkam, qiyinchiliklarga bardoshli farzand bo'lib yetishadi. Bardoshli deganda bobom aytib bergan bir voqea ko'z oldimga keladi. Ya'ni aytgan edilarki, o'g'il bola chumoli falsafasidan foydalanish kerak degan. Ya'ni bir kuni uyda o'tirganimizda chumolini yo'lini to'sdilarda, kelayotgan chumoli to'siqni yonidan o'tishdi, harakat qildi. Yonini to'sganimizda bu yonidan, bu yonini to'sganimizda bu yonidan o'tishga, har tomon to'sganda tepadan to'ssa pastdan o'tishga harakat qildi. Va shunda aytdilarki, chumolida yo'q degan narsa bo'lmaydi. Ya'ni o'g'il bolada ham shunday bo'lishi kerak, hamma ishni qilsa bo'ladi deb aytgan. Yoki o'ylanib o'tirgan chumolini ko'rganmisan deb hazil qilgan edilar. Va shu narsadan keyin bizda o'ylayman mas'uliyat hissi uyg'onishni boshlagan edi. Mas'uliyatli bo'lish qanchalik muhimligini biz sizga quyidagi 6 ta narsada aytib o'tmoqchimiz. Birinchisi, farzandingizga o'zi kichikligidanoq biror bir ishni qilishida ko'maklashishingiz kerak bo'ladi va u o'zi nimanidir eplay olishni his qilish kerak bo'ladi. Ya'ni oddiy ishlar bo'lishi mumkin. Bir narsani bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish yoki nimanidir sizni qo'lingizga olib kelib berishi va shunday ishlar bilan unda ozgina bo'lsa ham bir ishni o'zim eplay olaman degan hisni paydo qilish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, farzandingizda yaxshilik qilish hissini uyg'otishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni farzandingizda yaxshilik hissini uyg'otmasligingiz keyinchalik sizga muammolar keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Bir onani hikoyasini aytib beraman. Ya'ni u ona aytadi, "Men 4 ta qizim bor edi. 4 qizimni oliy ma'lumotli qilish uchun hamma uy ishlarini o'zim bajarardim. Hatto ularni ovqatiga pishirib, choy, kofe desa damlab olib kelib berardim. Va kunlar o'tib bir kuni kasal bo'lib qoldim. Va shunda bildimki, 4 ta o'zim uchun muammo katta qilganim. Ya'ni qizlarimga sog'lig'im yaxshi bo'lmaganligi uchun choy damlab berishlarini iltimos qildim. Shunda 4 qizim ham bu gapimdan malollandi va choy damlab kelgan qizim ham yonimga achchiq qilib choyni daqqillatib qo'yib ketdi. Ya'ni men bu qizlarimda yaxshilik qilish hissini uyg'otmaganligim o'zimga muammo keltirib chiqardi deb aytadi. Uchinchisi, bir qiz aytadi, "Men hozir duch kelgan muammolarning asosiy sababi onamning erkalatishlaridir." Ya'ni onam agar yoshligimda meni erkalatib, hamma ishlarimni o'zi qilib bermasdan, yoniga yordamchi qilib olib, birga vazifalarni bajarishni o'rgatganida, mustaqil hayotga qadam qo'yganimda bunchalik qiyinchiliklarga uchramasdim deb aytayapti. Ya'ni mehr ko'rsatishda me'yorni bilishimiz kerak va farzandlarimizni yo'naltirib turishimiz kerak bo'ladi. 4-chi holat, farzandlarimizni ortiqcha mehr berishimiz, ya'ni me'yorni bilmaganligimiz hisobiga o'zlari mustaqil ish qila olmaydigan qilib qo'yamiz. Oddiy holatda farzandlarimiz dars tayyorlayotganda ba'zi onalarimiz har doim birga uy vazifalarini tayyorlashda ko'proq onalar vazifalarni bajarib beradilar. Va bu o'sha farzandda mas'uliyat hissini kamaytirib yuboradi. Va shunday paytlar keladiki, u farzand onasi bilan birga o'tirmasa, uy vazifalarini bajara olmay qoladi. Nima qilishimiz kerak? Ya'ni farzandimizga uy vazifa qilishda yo'nalish berishimiz kerak bo'ladi. Asosiy qiynalayotgan joylarni tushuntirib berib, qolgan asosiy qismini o'zi bajarishiga yordam berishimiz kerak bo'ladi xolos. Ya'ni uni vazifalarini bajarib berishimiz kerak emas, bajarishga
yo'nalish berishimiz kerak bo'ladi xolos. Hatto universitetga kirganda ham onasi yonida o'tirmasa, vazifalarni bajara olmaydigan farzandlar tarbiyalanganiga guvoh bo'ldik. 5-inchisi, endi me'yorni ushlay olmagan onalar, ya'ni qanday holatga kelishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Ularni biz shartli ravishda 3ga bo'lib olishimiz mumkin bo'ladi. Ularning birinchisi xizmatkor onalar deb olsak bo'ladi. Xizmatkor onalar, ya'ni me'yorda oshiqcha mehr beradi-da, hamma ishlarni farzandlari uchun o'zi tayyorlab berishga harakat qiladi. Va bular keyinchalik mustaqil hayotga o'tganda qiynaladigan farzandlar bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi esa boshqaruvchi onalar. Bular farzandlarini boshqarib turadilar xolos, ya'ni yo'nalish beradilar. Aytaylik, uyga vazifa. Mana bunday qilasan, bo'ldi, o'ziga qilgizadi. Yoki aka-ukalarni bir-biriga yordamchi qilib qo'yadi. Akasini ukasiga, ukasini singlisiga yordamchi qilib qo'yadi, yo'nalish beradi va ular o'zlari bir-birlariga yordam berib vazifalarni tayyorlashadi. Va uy ishlarida ham xuddi shunday qilishadi. Ya'ni uy ishlarini ham hammasini o'zi qilmaydi-da, farzandlariga bo'lib beradi. Sen bu ishni qilasan, sen bu ishni qilasan deb bo'lib beradi va farzandlarda o'sha ish bajarish bo'yicha ko'nikmalar paydo bo'ladi. Uchinchisi, loqayd onalar. Bular asosan o'zlari ham loqayd sharoitda katta bo'lishgan bo'ladi va farzandlariga unchalik parvo qilishmaydi. Ko'p vaziyatlarda ishlar ham bo'lmaydi va natijada loqayd farzandlar tarbiyalanishiga sababchi bo'lishadi. Bu uchala holatdagi onalardan eng ko'p yutadigani boshqaruvchi onalar hisoblanadi. Ular jismoniy ham aqliy zo'riqishlarga kamroq uchrashadi va statistik ma'lumotlarga ko'ra bu boshqaruvchi onalar ikkala onalarga nisbatan baxtliroq hayot kechirishadi. Farzandlarimizda mas'uliyat hissi bizni turli harakatlarimizdan shakllanadi. Masalan, olaylik, biz farzandimizni ko'tarib yurishimiz. Ko'tarish kerak, lekin uni me'yorda ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi ota-onalarni ko'rsangiz, katta bo'lib qolgan farzandini ham ko'tarib yuradi. Ya'ni biz shu bolalarda piyoda yurmaslik virusi shakllangan deb olsak bo'ladi. Ya'ni o'zi piyoda yura oladi, o'zi oyog'ida erkin harakat qila oladi, lekin otasi yoki onasining yonida bo'lganda, "Meni ko'tarib yurasan" deb xarxasha qiladi. Ya'ni tayyor ko'taradigan odam bor-ku, nimaga men oyog'imda yurishim kerak? Va bu holatda keyinchalik ham hamma ishlarini bu farzandda sizga qildirish ko'nikmasi shakllanib boradi. Buni qanday qilib yo'qotishimiz kerak bo'ladi? Biz farzandlarimizni ko'tarib yuruvchimiz, naborot ularni sizga yordamlashuvchi qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, magazinga kirdingiz, xarajat narsalar qilyapsiz-da, farzandingiz ham o'zi ko'tarib yura oladigan narsa qo'liga ushlatib qo'ying. Ya'ni u ko'tarishib sizga yordam berayotganini his qilsin va u yordamidan siz xursand bo'layotganingizni his qilsin va shu bilan u farzandda kichkinaligidan mas'uliyat hissi shakllana boshlaydi. Yoki ikkinchi bir holatda bir taksichi aytib beradi, onalar chiqishganida farzandlarni ba'zi onalar chiqadida, mashinaga o'tirgandan keyin o'zlari oldiga o'tirishadi-da, farzandini orqaga o'tirgizadi. Va orqaga o'tirgizib, har bir harakatini nazoratda ushlashadi. Ya'ni mana bunday o'tir, mana bunday tur, mana bunday qil deb bir xilda haligi bolani tergab borishadi. Ba'zi onalar esa mashinani farzandlariga to'xtattirishadi va o'tirayotganda farzandini oldiga o'tirgizdirishadi va o'zlari orqaga o'tirib, taksini pulini ham farzandlarini to'lashiga undashadi. Ya'ni shu bilan haligi farzandda mas'uliyat hissi yana ham orttiriladi. Yana bir yaxshi variant, farzandlaringizga moddiy qiyinchiliklaringizni ham qo'rqmasdan aytishingiz bo'ladi. Ko'p ota-onalarda xuddi shunday, o'zimda ham shunday edi. Ya'ni moddiy qiyinchiliklarni farzandlarimizga ko'rsatmaslikka harakat qilardik va bularni ko'rsatmasligimiz keyinchalik moddiy qiyinchiliklarga tushgan holatda ham yo'q, shu narsani qilasan deb turib olishiga olib kelar ekan farzandni. Ya'ni shuning uchun holatni to'lig'icha farzandlar bilan maslahatlashib qilish kerak bo'ladi. Ya'ni agar shundagina siz qanday qiyinchiliklar bilan bu farzandlarni tarbiyalayotganingiz, ularni katta qilayotganingizni his qiladi va sizga nisbatan yana ham mehri ortadi. O'z tajribamdan o'tkazganligim uchun aytayapman. Bir yigit bilan gaplashganimda aytayapti, otam bir kun deydi, meni bizga maktab kiyimlarimizni qilib berish uchun bir do'stidan qarz so'ragani birga olib bordi deydi.
Shu kuni do'sti qarz berib turdi va otamning holatini ko'rdim. Uyga kelgandan keyin akam ukamlarga aytdimki, dadam shunaqa holatga tushdi. Biz otamni qaytib bunaqa holatga tushmaslik uchun harakat qilishimiz kerak deb tushuntirdim va shu kundan boshlab harakat qildik. Men ham, akam, ukamlar ham bugungi kunda o'z sohalarini yetuk mutaxassislariga aylanishdi deb aytadi. Yoki undan ham yoshroqligida bir o'yin tarzida ham bolada mas'uliyat hissini shakllantirish mumkin. Masalan, hayvonlar o'ynaydigan farzandimi deb aytib beryapti bir ota. Hamma hayvonlarini yomon birorta noto'g'ri ish qilganda haligi hayvonlarni bir joyga qamoqqa qamadik va har bir qilgan yaxshi ishidan so'ng har bittadan hayvonlarni ozodlikka chiqarishni boshladik va shu bilan u yomon ishlarni kamaytirib deyarli yo'qotib faqatgina yaxshi ishlar qilishga odatlandi deb aytadi. Aksariyat ota-onalarda kuzatiladigan xato farzandi yordamini taklif qilganda uni rad etishi bo'ladi. Deylik, yosh bola birorta ish qilayotganingizda yordam bermoqchi bo'ladi. Siz uni rad qilasiz, yana yordam bermoqchi bo'ladi, rad qilasiz va shu yordam bermoqchi bo'lganda qilgan radlarimiz hisobiga qachondir u boladan yordam so'raganimizda, ana endi u biz yordam so'raganimizda rad qiladigan bo'lib qoladi. Endi bu oson-ku, masalan, yordam bermoqchi yoki kelyapti, mix qoqyapmiz bolg'a bilan. Kelyapti farzandimiz, shu mixni u ham qoqmoqchi. Keling shunda bering bolg'ani, u 2 marta, 1 marta, 2 marta ursin, shu bilan sizga yordam bergan his qiladi o'zini. Shundan keyingi yordamlarda qo'rqmasdan siz yoningizga kelib yordam berishga harakat qiladi va paytki kelib siz ham farzandingizdan yordam so'raganingizda sizga ham xuddi shunday javob qaytaradi. Bir kuni sinfda do'stlar haqida gaplashdik. Ya'ni seni do'sting kim, seni do'sting kim? Hamma bilan gaplashganida bir bola turib, meni do'stim otam dedi. Shunda sinfda hamma kulib yubordi. Hamma kuldida, deyarli hamma kuldi. Lekin men uchun javob juda ajoyib edi. Xo'p, qanday do'stsizlar deb so'raganimda, biz otam bilan hamma narsani maslahatlashib birga qilamiz. Ya'ni do'stim, ya'ni eng yaqin do'stim otam. Juda xursand bo'ldim. Hali bu juda ajoyib edi. Mana shunday bo'lishimiz mumkin do'st bo'lib farzandlarimiz bilan. Chunki shunday qoida bor edi. Oldingi bir eshitgan bo'lish kerak ko'pchilik. Farzandga 7 yoshigacha podshohdaqa muomala qilish kerak, 14 yoshgacha quldaqa muomala qilish kerak, 14 yoshdan keyin esa do'stdaqa muomala qilish kerak. Aslida esa bu ozgina xatoroq ketib qolgan edi. 7 yoshgacha podshohdaqa muomala qilish kerak, 7 yoshdan 14 yoshgacha do'stdaqa muomala qilish kerak, 14 yoshdan keyin esa maslahatlashib ish qilish kerak deyilgan. Ya'ni 6 yoshgacha, 7 yoshgacha turli xil injiqliklari bo'ladi, boshqalari bo'ladi bolani, unga ko'nish kerak, ya'ni xo'p deb o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Lekin 7 yoshdan 14 yoshgacha, ya'ni shaxs sifatida shakllanadigan davrida quldaqa muomala qilish kerak deb tushunadigan ota-onalar ko'p. Aslida unday emas. 7 yoshdan 14 yoshgacha do'stdaqa muomala qilishimiz kerak bo'ladi. Sababi 7 yoshdan 14 yoshgacha farzandlarimiz bir nimani eplay olaman, men ham qo'limdan nimadir keladi deb shaxs sifatida shakllanadigan yoshi bo'ladi. 14 yoshdan keyin esa u bilan maslahatlashib ish qiladigan bo'lsak, demak otam men bilan maslahatlashyapti degan ma'noda uni yelkasidagi mas'uliyat hissi yana ham ortadi va zo'r shakllanib boradi. Va o'sha ota xuddi shunday qilgan edi. 14 yoshgacha bo'lgan farzandi bilan men sen bilan do'stman, seni do'stingman deb shu narsani o'sha farzandida shakllantirgan edi. Va shu farzand ilm masalasida, tarbiya masalasida sinfdagi eng yaxshilaridan biri edi. 5 ta barmoq bir xil bo'lmaganidek, ota-onalarda ham, otalarda ham ba'zilari boshqacharoq bo'ladi. Aytaylik, bir ishda do'ndirib, bir zo'r ishlab ketmagan bola bilan gaplashganimda, u aytadi, yoshligimda, studentligimda ishga borib, o'zimni chiqimlarim uchun pul ishlab kelishga harakat qildim. Va bir kun ishlab kelganimdan keyin otam ko'rdida,
xo'p, qiynalganimni, charchaganimni ko'rib, necha pul topding dedilar. Shuncha pul topdim deb aytganimdan keyin otam aytdiki, ertadan men senga har kuni shunchadan pul beraman, ishga chiqmay qo'yaver dedilar. Va natijada dangasa bo'lib shakllanib, ish yoqmas bo'lib shakllanib qoldim va shu kungacha, bugungi kungacha kelib 4 ta 5 ta joyda ishlashga ulgurdim va hech birida zo'r ishlab o'zimni ko'rsata olmadim. Ya'ni otamni o'sha qilgan muomalasi meni kelajakda dangasa bir ishga mas'uliyat bilan yondashmaydigan bo'lib tarbiyalanishimga sabab bo'ldi deb aytib bergan edi. Farzandlarimizda mas'uliyat hissini orttirishni har xil yo'llarini o'zimiz holatimizdan kelib chiqib o'ylab topishimiz mumkin. Masalan, bir ota-ona aytadi, farzandim, "Dada, nimaga biz restoranga borib ovqatlanmaymiz? Dada, biz nimaga restoranga bormaymiz?" to'polon qilishni boshladi deydi. Shunda oilaviy hisob-kitoblarni shu farzandimga aytdimki, "Sen shu ishlarni, hisob-kitoblarni qilganda, oyda oxirida jamg'argan pulingdan restoranga boramiz. Hozir moddiy holatimiz restoranga borib ovqatlanishni ko'tarmaydi" deb tushuntirdim deydi. Va oilani buxgalteriyasini shu farzandimga topshirdim deydi. Shu farzandim kunlik chiqimlarimizni o'zi hisob-kitob qilib boradigan bo'ldi. Ya'ni kimga nech pul kerak bo'lsa, shu farzandimiz orqali pullarning taqsimotini yo'lga qo'ydik. Va oyning oxiriga borganda haqiqatda shu restoranga yarasha pulni tejashga erishdi va men aytdimki, farzandimizga mana restoranga yarasha pul orttiribsiz, endi restoranga boramiz deganimda, shu farzandim, "Ota, shu pulni keyingi oyni chiqimlar uchun olib qo'yaylik, restoranga borish qochmaydi" deb aytdi. Ya'ni holatdan kelib chiqib bolada mas'uliyat hissini shakllantirib olyapti.